dunyoni yaralmagan, bu azaliy bor edi deydi. Nauzubillah. Alloh taolo bu yer yuzini 6 kunda yaratdim dedi-ku. Yer va osmonni 6 kunda yaratdim. Teskarimi? Teskari. Ahli ilmlar aytadi buni kofirligini. Shayx Usaymi rahimahulloh aytadi. Filosof bo'lgan, shunaqa bir oxiratga iymoni bo'lmagan insonlar bo'lgan bular. Domlalarini xoin domlalar ular. Kazzob. O'zbek tiliga любой kitobni tarjima qilib qo'yib, bir kofirni ham mana bu muvahhid bo'lgan desa, ishini ketavermaylar. Qur'on kitob bizni hayotimizni qonuni bo'lishi kerak. Shunga muvofiq yashashligimiz kerak. Alhamdulillah vahdah va salatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da. Bu Ibn Sinoni bola chaqalarga, qarindosh urug'larga, ko'r muridlarga sizlarga shuni aytmoqchimanki, bobolaring qip-qizil kofir bo'lgan. Islomga umuman aloqasi bo'lmagan inson bo'lgan. Bu Ibn Sino dunyoni yaralmagan, bu azaliy bor edi deydi. Nauzubillah. Alloh taolo bu yer yuzini 6 kunda yaratdim dedi-ku. Yer va osmonni 6 kunda yaratdim. Teskarimi? Teskari. Buni arab shayxlari asl kitoblarini o'qib, sinchiklab o'rganib chiqqan ahli ilmlar aytadi buni kofirligini. Shayx Usaymi rahimahulloh aytadi, Ibn Sino kofir bo'lgan deydi. Yoki boshqa bir ilmiy taliblar bo'lsin, ahli ilmlar bo'lsin, buni yaxshi taniydigan ahli ilmlar aytadi buni kofirligini. Filosof bo'lgan, shunaqa bir oxiratga iymoni bo'lmagan insonlar bo'lgan bular. Shuning uchun biz o'zimizda o'zbekchaga tarjima qilib qo'yib, sizlarga chiroyli qilib bir Alloh taoloni do'sti, bu avliyo, muvahhid bo'lgan deb sizlarga yedirayotgan domlalarini xoin domlalar ular. Kazzob. O'zbek tiliga любой kitobni tarjima qilib qo'yib, bir kofirni ham mana bu muvahhid bo'lgan desa, ishini ketavermaylar. Allohning kitobini o'qinglar. Payg'ambar alayhisolamning o'rganinglar hayotini. Alloh taolo bizga ertaga qiyomat kunida va yama yunadihim fa yaqulu maza ajabtumul mursalin deydi. Sizlarga yuborgan payg'ambarimga qanaqa ijobat qildinglar deb shu haqida so'raydi. Qur'on kitob bizni hayotimizni qonuni bo'lishi kerak. Shunga muvofiq yashashligimiz kerak. Qur'on kitobdan любой har qanday kitob bu zalolatga boshlaydi siz bilan bizni. Ana kitobxonlar bormi? Qaydaga bir Shekspir deydimi, bir balo bir kofirlarning kitobini taqdim qilib, insonlarga yediraman deyaptilar. Bular hammasi bular din dushmanlari bilan auzubillah. Alloh taolo bizni ulardan yiroq qilsin. Shuning uchun sizlar agar najot topishlikni xohlaydigan bo'lsangiz, Qur'on sunnatga ergashinglar. Alloh va rasuliga mutaassib bo'linglar, ertaga najot topasizlar. Illoki sahobalardagi agar hayot kechiradigan bo'lsak, keyin bizdan Alloh taolo rozi bo'ladi. Radiyallohu anhum va radu an dedi. Alloh taolo ulardan rozi bo'ldi, sahobalardan. Sahobalar ham Alloh taolodan rozi bo'lishdi. Shuning uchun esdan chiqarib qo'ymanglar. Kim nima desa, kim qaqqa tortsa, indamasdan ko'r murid bo'lib ergashib ketavermanglar. Sizlardan menga hech qanaqa foyda yoki zarar yo'q. Faqatgina men eslatuvchiman xolos. Shoyatki Alloh taolo mana shu eslatma uchun qiyomat kunida 7 toifa insonni bittasi qilib jannatiga so'roq savolsiz kirgizadigan bandalardan bo'lishlikni xohlaymiz xolos. Allohu a'lam.